aytib o'tsam, to'g'risi navbat ishlarimizni ham tugatib oldik. Buni Andijon viloyati Buloqchi tumani Do'lan qishlog'iga qo'yib berganmiz. Xo'p, xudo xolasa bu yerimizga jild chizovchidan qilib berganmiz, aynalar bir qavat, seriya oyna qilib berganmiz. Xo'p, romlarning razmeriga keladigan bo'lsa 105 ga 150. Bundan ikkita yoshligiga eshiklarimiz 110 ga 210. Ularimizni ham kuchalar yaxshi qo'yib, migrotlar yaxshi qilib berdik. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, nariyani ham qilib berganmiz. Bunga ham 1-2 oy bo'ldi qilib berganmiz. Endi to'g'risi bu yerlarni ham yangilab qo'ydik. Liniyasini bir xil qilib, pasportini to'g'rilab berganmiz. Bu yerlar. Xo'p, bu yoqda uzunligi 7 metr, bo'ylari 1.55. Bu yoqda rom qilib berganmiz. Bu yerimizni ham 4 ko'z qilib, o'rtadan bitta ochiq qilib berganmiz. Ularimiz bir qavat o'ynaydi. Poligonlar qo'yib berganmiz ichkarilariga 20 lik. Bu yerga 2 kanatli eshik qilib, ichkarini yaxshilab qo'yib berganmiz. Har doimda ustidan telefondan olib berganmiz. Xo'p, bu yerimiz 11 kvadrat chiqdi, eshik romlari bor, ofis summasi 12 millionga bo'ldi. Bu yerimizga oldin ishlarni qilib berganimiz uchun qarorlikli bonus berdik. Endi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qilib qolasiz, xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib borib o'tkazib o'rnatib beramiz.